O'zbekistonda shu erkak 2000 so'mlik kupyurani yirtib tashlagani uchun 15 sutka oldi. To'g'ri, qonun bor, javobgarlik bo'lsin, lekin meni ko'proq qiziqtirayotgan narsa bilasizmi nima? Bitta erkak mashinada ketayotganida qiz bolaga tegajog'lik qilgan, ushlamoqchi bo'lgan va unga esa jazosi 5 sutka bo'lgan. Yoki esa boshqa taksist qiz bola uxlab yotganida ko'kragiga tegib tegajog'lik qilgan. Unga ham ishonasizmi? 5 sutka berishgan. Sizda ham nimadir bu yerda qanaqadir xatolik ketyapti degan savol paydo bo'lmayaptimi? Mana bu yerda pul yirtgan odamni himoya qilish niyatim yo'q-da, jazosini olsin. Lekin ayollarga tegajonlik qilganda 5 sutka olish, mana shu joyini men tushunmayapman. Da qanaqadir yengil, fignya-ku deb o'ylashingiz mumkin. Qachonki bu sizni opingiz haqida bo'lmasa, singlingiz haqida bo'lmasa, xotiningiz haqida bo'lmasa, yoki esa onangiz haqida bo'lmasa. Tasavvur qiling, siz xotiningizni ko'chada ushlab ketishyapti. Va unga esa javobgarlikni faqatgina 5 sutkaga berish. Men bilmadim, любой dayusmas bo'lgan erkak kishi bu narsaga chidolmaydi. To есть, ko'chada ketayotganingizda siz singlingizni, opingizni, oyingizni yoki xotiningizni ko'chada ushlab ketishadi-da, 5 sutka bilan qutulib ketadi. Da, pulni yirtish noto'g'ri, lekin mana bunaqa narsaga 5 sutka berib qo'ygani g'alati emasmi? Nahotki bizning ayollarimizni sha'ni, xavfsizligi atigi 5 sutka turadi. Men buni xuddi Asqar Jalilovga o'xshab вообще tushunmayman. Balki biz rostdan ham noto'g'ri fikrlayotgandirmiz. Kimdir menga kommentariyada tushuntirib bera oladimi bu narsani? What the fuck?